Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Dunyo madaniyatiga nurg'un o'chmas izlarni qoldirgan Uyg'ur otliq bu millatning qahramonligi, dinga bo'lgan sevgisi, hurlik va erkinlik yo'lidagi fidokorligining shohidi sifatida islom tarixida misli ko'rilmagan cho'ng tipdagi hijrat ibodatiga qulluq bajo keltirish uchun borlig'ini otagan ana shu fidokorlarning talayg'an hayot hikoyalari roman shaklida yozilib, mana bugun xalqimiz bilan yuz ko'rishish oldida turmoqda. Yaqinqi zaman Uyg'ur tarixidagi bu qon yoshlik aslamalarning xotirlardan ko'tarilib ketmasligi uchun vatan sevgisi va kurash ruhini keyingi avlodlarning qalbiga bixtat qo'zish uchun yozilgan Luqmonjon muallimning Mushaqqatlik safar nomli bu tarixiy romani 3 yillik jafoliq izlanishning turtkisida vatandagi turma hayoti, hijrat yo'lidagi boshdan kechirilgan sarguzashtlarni bayon qilgan holda sayyibalarga putilib, mana oxiri ro'yobga chiqdi. Cho'ng hajmdagi mazkur tarixiy roman vatandagi Uyg'ur jamiyati, echinishlik turma hayoti, hijrat yo'lidagi boshdan kechirilgan ishlar qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Urumchi, Guangzhou, Yunnan, Xishuangbanna, Laos, Vietnam, Kamboja, Tayland, Malaysiya, Indoneziya, Sharqi Janubiy Osiyodagi ana shu uzoq tuproqlarda nurg'un qarindoshlarimiz sansizlig'an azob uqubatlarni boshdan kechirdi. Ammo talaylig'an sozliqlar, qo'rqinchliq daryo, ko'llar, chegaradagi askarlar ularning irodasidan aslo chekindirolmadi. Ular 10 ga yaqin davlat, 87 shaharni goh piyoda, goh motosiklet bilan, goh mashina poyezd bilan, goh qo'lvaqlar bilan besib o'tdi. Ba'zilarini rahimsiz daryolar yalmab yutgan bo'lsa, yana ba'zilari asirga tushib zolimlarga topshirib berildi. Birdamdilar 10 yilning oqisida qolgan ana shu fojiali kunlar asla unutilib ketilsa bo'lmaydi. To'pashlarni tayoqqa besib, o tayoqni yedik. Endi qattiq endi tayoq bosdi. O to'kaltak bilan urdi, bitirabdan to'kaltakni yoqdi. Ashuni bilan o tayoqni dardash berdik. Şu soğukta gündüzü ısık olsun mu, gecesi orman memtatı pek soğukkende. Men vatip ormanınki musafisini tügütüp biz şu sazlık musafisi kaygan vaktimizde en yengil çökünü menkemem bilim geçirik. Keyin ular meni ağamız tatip çıkardı. Yen bir bala meydeskichilik çük yaptı. Yani bu jarayonlarda şu yerda ish yurimizda qochoq nomi bilan boshqa chet elliklarniki aldama hodisa shu. Qarindoshlarımızning ko'ngil ekranidan ana shu kunlarning yana bir qatim o'tkazilishi uchun bu asarning ovozli nusxasimi ham tayyorlandi.
inshaalloh eng qisqa vaqt ichida qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishadi.